Mashhur insonlarning qo'l qo'ygan narsasiga necha pul to'lagan bo'lardi. Mana qaranglar, misol uchun bir golf o'yinini birata qo'l qo'yib bergan ekan, Tiger Woods degan odam $2000 уже kimdir olmoqchi buni. Odam kino aktyorlarni qo'llari misol uchun qaranglar, $600 уже kimdir men olaman deb qo'ygan, Taylor Kelly. Bu odamlar Michael ham bor misol uchun. Yana sportsmenlar qaranglar, 50 centni mana shu qo'l qo'yib bergan plakat uchun $200 deyapti mana. Auksion aprel 24-da. Sizlar necha pul bergan bo'lardinglar mashhur odamlarni qo'l qo'yib bergan dastxatiga? Kashmir na улице Вязов degan kinosida $350, $360 beraman dedi. UFC ning mana bunaqa fake coveriga misol uchun qo'l qo'yilgan joy ham bor ekan. $300. O'sha kimdir yana beryapti. $330 ga olaman deb. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlar necha pulga olgan bo'lardinglar bunaqa dastxatlarni?